Munda gap. Qanda gap. Munda gap. Ma gap adasiz amdan gap. Anlaptınlar. Ustazın qo'shi yesak. Birinchidan qo'sqimiz to'ydi. Ikkinchidan qilma emas. Bir chanada ikki paxtak so'qdik degan gap. Ixlab bashab bajaxanda yaman to'liq qilishdim. Qoppa so'mikon sen 70 xil o'ynab olgan ekan, boshli tabaqnamani qila. Sana ta'sir emas, qoppa onangdan. Unda gap ustoz. Hamda qanday tayaqsam qilay. Lekin uni aytdik, buni aytdik deb nas tanlashga bo'lmaydi. Voy, bola menga to'liq shart qo'ymay, qoppa onangdan. Munda gap. Qanda gap. Dikka gapdan naq bir zikab yaxshi. Naq maydonga kelgan naq maydonga qopanglar ustoz, qopanglar jongaga. Amasa bu ukam, yana bir ish qilsanlar. Olmoq cho'g'nam abi mangna, nima bu? Olmoq qo'saq tuyamsa. Munda gap. Miyosini tayaqqigan keyin yevasak amanta ustoz. Ay hambuqloq jubajay, men sendan bigat so'ray. Sen yashash uchun yemsa ya yeyish uchun yashamsa? Almash cho'g'nam ana. Almashra. Almashra. Voy bir tamakı o'zgarsang bo'lmamta buni. Meyve chiylam yamtimiz-a. Qo'saq tuyamtami shu binasiga? Ustoz, men 72 xil o'ynab olgan bilan oshpazlik hunari yo'q. Ammo to'g'ri tushunsiz ustoz. Hay ustoz buni qanday aytdi? Nima xudim. G'ajab yamtiki. Biletxonimni yeyaman. Manda ayınlab qaraqashqini kelib qotdimiz. Sen manda bir yeyisi tangi quvvat tutgan, ta'mi tilda huzur, dilda qatgan tamoqdan bir kayfiyatsan o'tama qaraqashdan. Bunda gap. Nima gap, ha? Nima gap? Chambra gapsini bir o'qib mana baka. Qatdan bulan. Bunda gap, qanday gap deganda ustoz. Tozning nimasi bo'lsa tumitaq qova deb, yomon to'l deb ketilmiş chambra gapsining gapini. Tamoq akasam ma akilay bir o'qimizda chambra gapsini. Mangina bir tuliga qilmay shavucha qopa onangdan. Munda gap. Men to'ymayotganligimni bilgan ekan ikki kishilik akalasi maqma jongaga. Ammo men bir fikrab kelay ustoz. Hem aytya bu tuqashmayman ustoz. Qo'saqam aytib ketganda. Oyallarning bu havo chiqdi, raz ayollar o'lti keldik ya. Oyal kishi, mizlim kishi bo'lsa bu bilmagan. Qo'saq qo'lar nima? Ha. Jinday paydo o'tgan deymi ekan bu. Qalanglar oq oltin poloxonasi. Oq oltin poloxonasi. Oq oltin polosimi bu? He. Asla ustoz, asla. Vay sulukam, nereden tapdın ama tamakna? Men beşimi quloq chiqqandan yoqib munda o'xshagan tamoqni tunji qatim yeyishim maqma. O'rniga depremush poloni atgan ustamning qo'lini tutib shu saqavachiga bir rahmat aytib olayman. Bu qo'lingizdagi ustoz Qaraqash Noya Qalbdoshlar o'ltiroq rayonining oldiga yangidan ochilgan oq oltin poloxonasining polosi. Bu poloni birinchidan dangliq ustamni taklif qilib, akilib yetibdikan ustoz. Xohlasangiz men sizni shu yerga bilan boshlab beray. Ha butu. Mıngılayım sen? Qaraqash Noya Qalbdoshlar o'ltiroq